Hozir siz kerakmi Jim. Assalomu alaykum hammaga. To'day turnirimizni yarim final uchun bahs boshlandi. Bundan oldingi final uchun o'yinda Hasan bilan Sardor o'ynagan edi. Sardor uni yirik hisobda mag'lubiyatga uchradi. Videoni ko'rishingiz mumkin. YouTube kanalimizga qo'yilgan va bu final uchun odam tanlab olamiz yana bitta. So'rashingiz mumkin, odamlar qayerdan tanlangan deb. Odamlar Instagramda garchi podpisklarimiz ichidan tanlab olganmiz. Talab yozganmiz Instagramiga va ularni topganmiz. Mana hop I will return-da Eldor degan bola o'ynayapti. Blubini men ochganman o'zi anaqasini, turnirini. 3 kishi tanlab oldim-da. Keyingisini ko'proq bo'ladi va bular karakter o'ynayapti chunki BMW 88 brat PUBG ga yaqinda kirib kelgan ekanlar-da. O'shaning uchun karakter o'ynashyapti. Hop dedik. Nima qilyaptilar I will brat nima qilyaptilar I will return. I will brat nima qilyaptilar? I will brat. Shotolarlarmi? Brat o'qlar tugab qopti BMWni. BMW shot olmoqda. Hisobni 1-1 ko'rinishga keltirmoqda. Yaxshi BMW Bekzod. Aytib o'tishim joizdir. BMWda Bekzod degan bola o'ynayapti. Bular ikkalovi ham 60 FPS da o'ynashadi. Va kulak, joni to'la-ku ey. Eldor. O'ynaylar ey. Hammadan o'zi so'raymiz. Nima desalar, nechidir minutdan keyin zapsimiz o'chib qoldi, nosozlik. Shu joydan boshladik, istop turdik bolalarga. Mana yaxshi. Hisob 2-1 ko'rinishga keltirishdi. BMW ga o'tib olamiz. BMW brat yutqizyaptilar nimagadir. Yoraman deyotgan edilar o'yindan oldin, o 4x qo'yibdilar, yaxshi. Ey bratdan, avem olibdilar Eldor brat. Mumkin emas lekin Eldor brat. Apa. Nega o'tmadilar bu? O'ynashirkanmi bular? Bundan o'yin yaxshi bo'ladi-ya bolalar. Videoni ko'rganlar biladi. Men o'ynagan edim-da. Glizuklarni berib tashlagan bolaga yirik hisobda yutgan edim. Bularni ko'ramiz. Finalda kim bilan o'ynar ekanman. Yaxshi. Eldor. Hisobni 3-1 ko'rinishga kelmoqda. Qanaqa bu to'g'ri joy. Voy nima qilyapti BMW? Ko'rmayapti. Ko'rmadilar brat. Voy BMW! Nimalar qilyapti? BMW yaxshi hisobni 4-2 ko'rinishga keltirmoqda. Hisobda oldinda Eldor va push qilmoqchi u. Vo BMW comeback ko'ramiz hamma deyman BMWdan. BMW brat. Bitta shot qoldi BMW brat. Qani BMW bratga o'taylikchi. BMW brat. Voy BMW brat. Ishonamiz BMW brat bilan o'ynashga finalda. Voy BMW brat. Kulak brat. Voy BMW brat. Davay oti. Bir qapa. BMW brat, davay. Voy BMW bratdan pichoq uryapmiz. Bekzod nimalar qilmoqda? Yaxshi. Hisob durrang. BMWdan kamma ko'ramiz. Ey, shaga eshitmadilarmi deyman, mana.
Da. Qani Eldor brat ko'talaychi Eldorga qanaqa o'ynayapti ekanlar? Maymunga o'xshab yuribdilar, BMW brat qarayaptilar, BMW brat ko'rdilarmi deyman. Voy BMW brat nima qildi? Nima qildi? Qana. Voy billahi! Nima qildi? Tamam kutib oldik-ku. Eldor brat nimalar qilmoqda karakter? Hisobda oldinga chiqib oldilar Eldor aka. Yaxshi. Sirop turgan ekan. Voy, yaxshi. Hisobni tenglashtirmoqda kulaklar. Yaxshi. Emotsiya qilalarmi deyman brata? Voy, ko'mdilar brat, ko'mdilar. Yaxshi, mana bu yerda bahs ketmoqda. Brat turishlarni qaranglar bratni. Voy billahi. Nima qildi? BMW? Sen shakarsan BMW. Final qiyin bo'ladimi deb o'ylayapman bolalar. Keyingi chempionatimiz Rapparosa bir haftadan keyin bo'ladi va finalda yutganga 365 yusi RP kichkina RP beriladi. Bu anaqaga kam odam olganimiz uchun 60 tek anaqa qilganmiz. Mana bu yerda hozir Begzod bitishotni qabul qildi o'ziga va 705 hisobida oldinda. Bir haftadan keyin yana Instagram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, Instagram kanalida e'lon qilamiz va yana odamlar tanlab olib chempionat qilamiz. Va unda ham men o'zim qatnashaman, o'zimni anaqamni sinab ko'raman va bu yerda Eldor brat shot olmoqda. Yaxshi. Final qiziydi bolalar, final qiziydi. Aytgancha, YouTube kanalimizga like, comment, podpiska bosib o'tishni so'rab qolgan bo'lardim. 50 ta podpiska yig'gandan keyin sразу stream yoqamiz azizlar va streamda qiziqarli lobbilar qilishni davom etamiz azizlar. Va bu yerda headshot nimalar qilmoqda? I will return. Brat, emotsiyalar qilmaydilarmi brat? O, billahi fakki ko'rsatib qo'ydilarmi mana brat? Yaxshi brat. Avem olib oldilar, 15 ta o'qi bor, 20 ta patron o'qi bor. Yaxshi. Qani. Brat, nimalar qilmoqdilar? Grant otish mumkin emasmi ekan baba? Otmang. Baba push qilmoqda. Hisob necha bo'lgani uchun push. Yaxshi, nimalar o'ladi? Yaxshi. Finalda kim o'ynaydi ekan azizlar? Kommentda yozib ketinglar kim o'ynashini. Davay. Tegmadi. Mana qilishmoqda, uxliga tegmayapti-ku. Voy yaxshi. Begzod BMW 88 hisobni 8-7 ko'rishi keltirmoqda va I will hisobda orqada. Va I will push qilmoqda. Nima qildi I will? Chiqib ketdilar tepaga. Keyingi shu bir haftadan keyin bo'lgan chempionatimizda 4-6 qilamiz va bu yerda mana hisobni tenglashtirib va kulaklar sonini ham tenglashtirib qo'yishdi. Yaxshi. Bir-birini ayashmayapti. Hisob teng bo'lib ketyapti. Agarda 4-6 da zo'r bo'lsa, videoda Instagram kanalimizda atmetga qo'yganmiz va Instagram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, men shu yerda e'lon qilaman va M416 ga odamlar yig'ib ishni boshlaymiz. Priz 365 UC. Shaxsan o'zim qilaman, yutganga beraman. Va o'zim o'ynayman va bu yerda BMW 88 kutib olmoqda. Yaxshi. Voy, nima bo'ldi? Voy, videoni qaytarib ko'rib olasizlar, yomon urdilar nega? Ko'mdilar-ku BMW, ko'mdi. Push qilmoqda live. Yaxshi. I will return. Azizlar, obuna bo'lishni unutmanglar. 50 ta bo'lgandan keyin stream yoqamiz azizlar. Yaxshi. 19 bo'ldi hisob.
BMW pikib turibdi va tegmadimi deyman. 30 soniya vaqtimiz qoldi o'yin tugashiga. Va hisobda BMW oldinda. BMW qochib o'ynayaptimi deyman azizlar. Voy nana, nima bo'ldi? Nana, davay, BMW, davay. BMW, kuramizmi kuchuk? Kuchuk ko'ramizmi? Voy, nima qildilar? Hisobni nechaga qilmoqdilar? Durang, nishi. Ikkinchi o'yin bo'lishi mumkin. Va ikkinchi o'yin ko'radigan bo'ldik azizlar. Hisobimiz 10 hisobida tugadi va ikkinchi o'yinni ko'rishga yo'lga tushamiz azizlar. Bu videomiz tugadi. Like, comment, podpiska bosishni unutmanglar. 50 ta bo'lsak, sразу stream yopiladi. Hammaga rahmat. Menga go'zal qo'mat. Sog' bo'linglar.